Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimga xush kelibsiz. Tishlaringizni oddiy, tabiiy usul bilan uy sharoitida oqartirishni xohlaysizmi? Buning uchun ozgina bananga, bir qoshiqcha tuz, bir qoshiqcha chayni soda va bir qoshiqcha zubnoy pasta solib, hammasini tayyor massa kelguncha aralashtirasiz. Hammasi tayyor massaga kelgandan keyin tishlaringizni shu massa bilan yuvasiz. Haftada 2 marta shu usulni qo'llang. Tishlaringizda qonash, har xil hidlanish, hammasi ketadi, tishlaringizdagi kasalliklar ketadi. Bularni doimiy ravishda 1 oy davomida qilib yursangiz, tishlaringizdagi toshlar to'kiladi, oppoq durdek bo'ladi. Ma'lumotlarim yoqqan bo'lsa, kanalimga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr.